Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa bank g'oyalarga hayot beramiz. Assalomu alaykum, bu taqdimot ko'rsatuvi. Investorlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Anvar Irchayev, Universal bank kuzatuv kengashi raisi. Tamila Qurbonova, Angel Investor. Suhrob G'aybulloyev, Aloqa Ventures fondi direktori. Dalerxon Nodirov, IT Park Ventures fondi direktori. Taqdimot ko'rsatuvining tashabbuskori Aloqa bank, hamkorlari Aloqa Ventures va Startup Garage. Azam Qahramoniy, Teacher Azam blogi loyihasi bo'yicha bilishligingiz mumkin meni. 15 yildan beri shu ingliz tili sohasidaman va meni utopiyam, meni orzuyim bu ingliz tili O'zbekistonda ikkinchi tilga chiqishi. Ya'ni birinchi navbatda albatta o'zbek tili, lekin biz dunyoga chiqishimiz uchun, dunyoga integratsiya bo'lishimiz uchun va dunyo bilan tengma-teng gaplasha olib, ishlay olishimiz uchun ingliz tili ikkinchi tilga aylanishi kerak. O'quv markazlari bo'lgan, misol uchun filiallar offline bo'ladi va ular asosan shahar markazlari yoki deylik, nari borsa tuman markazlarida ochiladi. Chekkaroq joylarda darajasi baribir shahar markazidagi emas, buni tan olish kerak. Men hal qilgan narsam shu bo'ldiki, O'zbekiston xohlagan eng chekkasidagi o'quvchi O'zbekiston yoki o'zbek tilida gapiruvchi eng tajribali o'qituvchidan dars ola olsin. Tasavvur qiling endi, Italiyada, Milanda yashaydigan bizni o'zbek tilida gapiruvchi ingliz tili o'qituvchimiz, deylik, Namanganda Uchqo'rg'ondagi o'quvchiga dars bera oladi. Mana shu narsani biz muammoni hal qilganmiz. One to one loyihasi bu Englify'ning yangi startup loyihasi, alohida o'z hayotiga, o'z yo'liga ega bo'lgan va uni albatta ijtimoiy missiyasi aniq qo'yilgan. U ham bo'lsa, ham o'qituvchilarga, ham o'quvchilarga qulaylik yaratish va 50 mingta ish o'rnini yaratish. Agarda biz investitsiya ola olsak, biz R&D, ya'ni tadqiqotlar bo'limimizni kengaytira olamiz. Hozir bizda bitta odam ishlamoqda, uni 3 tagacha ham olib chiqishimiz mumkin. Undan tashqari bizni IT o'zimizni mutaxassislarimiz bor. Ular ham soni baribir chegaralangan va tushunarliki bu ishni tezligini susaytiradi. Agar biz investitsiya ola olsak, biz o'shani tezlashtira olgan bo'lardik. Birinchi navbatdan kutayotgan narsam bu eng kamida, agar investitsiya ola olmasam ham, eng kamida ularni feedbacki. Assalomu alaykum qadrli investorlar. Meni ismim Azam Qahramoniy va bu bizning one to one yoki o'zbekchasiga 121 startapimiz. 15 yillik ingliz tili o'qituvchisi tajribam bor va shu vaqt mobaynida ingliz tilidan dars berganman. Undan keyin bizda ijtimoiy tarmoqlarda shu bloglar yuritganman va oxirgi 4 yilda Englify EdTech platformasiga ham asos solib shuni yurg'izib kelmoqdamiz. Englify hozir O'zbekistondagi eng mashhur ingliz tili platformalaridan bittasi. Bu gaplarni nimaga aytdim? Chunki menga har hafta 2 marotaba qo'ng'iroq qilishadi. Asosan yo adam mulfatlaridan yoki amakivachchamni sinfdoshlaridan qo'ng'iroqlar bo'ladi. Azam, menga ingliz tili o'qituvchisi topib ber. Repetitor kerak. Xo'p, men repetitor muammomiz haftada 3 marotaba 6 oyga yoki 1 yilga kechki payt o'tsa bo'ladi. Yo'q. Ular aytishadiki 2 hafta men Dubayga ketishim kerak. 2 haftaga faqatgina kerak. Men bilan 2 soatdan shug'ullansin. Keyin boshqa kerak emas. Yoki bir haftadan keyin IELTS imtihonim bor. Menga har kuni 4 soatdan dars o'tsin. Yoki bir xil umuman telefon qilishadi. Menga faqatgina speaking kerak bo'ldi. Talablarga mos keladiganini qayerdan topish kerak? Bu juda ham ko'p vaqt oladi va deyarli ilojsiz. Va shuni yechimi sifatida bizda one to one startapimiz hammasi endi bir joyda. One to one loyihasi. To'g'ri, bugungi kunda repetitorlik umuman juda ham rivojlangan va sizlar aynan yangi loyihangiz bilan hozir bizga nima taqdim etyapsizlar? Qanaqa yengilliklar yaratyapsizlar? One to one loyihasi mahalliy repetitorlikdan qochadi. Bu ham o'quvchiga ham o'qituvchiga qulaylik yaratamiz. Biz ham o'quvchiga kafolatlangan dars, sifatli dars bersak, o'qituvchiga esa kafolatlangan o'quvchilar soni va ular o'tgan dars uchun to'lov tizimini kafolatlab beramiz. Endi bizning yechim qanday? Yechimimiz hammasi endi bir joyda jamlangan. Sifatni ham biz ta'minlab bera olamiz, chunki bizda endi har bir o'qituvchining o'zining profili bo'ladi, u haqida sharhlar, ya'ni avvalgi o'quvchilar tomonidan va o'qituvchining reytingi bo'ladi. Va bizda qulaylik ham bor, tushunarliki, har bir o'qituvchining o'zining yo'nalishi bor. Bu nafaqat IELTS, umumiy ingliz tili yoki boshqa. Kerak bo'lsa, qattiq qo'l o'qituvchi bo'lishi mumkin, do'stona bo'lishi mumkin. U mana shunaqa obraz bor o'qituvchilar orasida American teacher deyshadi, ya'ni amerikanец o'qituvchi-da, u Amerika filmlari, musiqalarini biladi va kimgadir shunaqa o'qituvchi kerak, kimgadir qattiq qo'li. Bularning hammasi ularning profilida bo'ladi.
Platforma imkoniyatlariga keladigan bo'lsak, o'quvchilar uchun demak bu malakali o'qituvchi izlash, reyting va sharhlar, soatlik to'lov, xohlasa paketlar xaridi, premium hisob bo'lishi mumkin. U yerda biz kengroq analitika beramiz va navigatsiya beramiz. Biznes modelimiz demak komissiyaga asoslangan bo'ladi. Komissiya keyin tushib boradi bizga dars berish jarayonida. Profit share, ya'ni eng tajribali o'qituvchilar bilan biz keyinchalik kurslar chiqaramiz. Ichki akademiya aytib o'tganidek, o'qituvchilarni biz o'qitamiz, bu ham qo'shimcha daromad. Rejalarimiz hozir ingliz tili, keyin boshqa tillar, keyin umuman boshqa fanlar, keyin esa xohlagan ekspertlik yo'nalishi. Nega biz? Chunki aytib o'tganimizdek, edtech mahsulotlarimiz bizda bor. Englify, Ustoz, Guten va boshqa Englify Kids loyihalarini allaqachon ishga tushirganmiz. Bu endi navbatdagi loyihamiz. Bozorni tushunish bizda bor. Aytib o'tganimizdek 500 mingdan ortiq baza bilan ishlaganmiz. Tajriba va kuchli jamoa. Jamoa keladigan bo'lsak, demak, men Azam Qahramoniy aynan marketing va mahsulotiga men o'zim javob beraman. Ziyodniki Vahobov esa ular 15 yillik IT tajribalari bor va 10 yillik edtechni o'zida. Va bizni projektimiz aynan shu loyihaga biriktirilgan ukamiz Said Mamadaliyev. Biz Azamni yaxshi taniymiz va bilamizki, loyihalari ancha yo'lga qo'yilgan, boshqa loyihalari va bu ko'rsatuvga chiqishlardan maqsad nima? Rostdan ham investitsiya, pul kerakmi sizlarga yoki ko'proq o'sha o'zingizlarning platformanglarni tanitmoqchimisizlar? Asosiy maqsad hozir bizada one to one loyihasini ommaga olib chiqish. Nega desangiz, bu faqat biznes emas. Bu yerda biz ham odamlarga ta'lim beradi, hamda odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Ya'ni siz bitta o'quvchi bizdan dars olmoqchi bo'lsa, u shuni o'zida narigi tarafda o'qituvchi bunga maosh ham oladi. Bizni rejalarimiz keladigan bo'lsak, demak, 3 oy ichida biz 100 ta o'qituvchini platformamizga, faol o'qituvchini jalb qilish va bu orqali 5000 MRR ga chiqish. 6 oyda esa 300 ta o'qituvchi kechirasiz va shu orqali 25000 va 1 yilda 50000 MRR ga chiqish. Komissiyalar tushib borishini ko'rishingiz mumkin. Investitsiya bo'lsa 6% ga 100 ming so'ramoqdamiz va ular mana deyarli teng bo'lingan bu operatsion rasxodlar va boshqaruvga ham tabiiyki ofis va boshqa mayda rasxodlar, marketing va o'sishga albatta kerak. Usiz iloji yo'q, baribir chunki o'quvchilarni jalb qilish kerak bo'ladi. Platformani rivojlantirishga esa 40 ming ajratilish rejada. Rahmat, savollar bo'lsa javob beraman. Bu loyihada siz vazifangiz nima o'zi? Xo'p, bu loyihada men loyiha boshqaruvchisiman. Ya'ni siz loyihani hayotga tatbiq qildingiz. Shunaqa. Bularda g'oya bor edi. Bu g'oyani bizlarga bular ulashdilar. Biz buni keyin ustida ishladik va biz tayyorladik. To'g'risi hozir savolim bor, bu valuationga tushunmadim. Nimaga hozir 6% 100 ming bo'lsa, tam 1 million 660 ming shunday. Qattan bu sifrani oldinglar? Nimaga 6%? Men 100 mingni tushundim. Nimaga 100 ming uchun aynan 6% nimadan kelib chiqdi? Jamoaviy 3 ta odamdan o'zi iboratmi yoki undan ham ko'pmi? Bizda oxiri qayerga bormoqchisizlar o'zi? Qaysi bozorlarda sizlar ishlamoqchisizlar? Shu 3 ta kichkina savol. Bizning jamoada 100 dan ortiq odamlar ishlaydi, lekin aynan administratsiyani o'zini oladigan bo'lsak, 40 ga yaqin xodim ishlaydi. Buning ichida akademiya bo'limi, tadqiqotlar, IT, marketing va boshqa administrativ demak xodimlar. Rejalarimiz keladigan bo'lsak, shu proyekt bo'yicha ishlaydiganini aytgansiz, to'g'ri bo'ladi. Kechirasiz? Aynan shular bo'yicha shu loyiha bo'yicha. Bu loyihani o'ziga biz 10 ga yaqin odamni jalb qilmoqchimiz. Rejalarimiz keladigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek, oxirida biz ko'rdingiz, xohlagan ekspertlik yo'nalishi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu kerak bo'lsa dizayn bo'yicha, UX dizayn bo'yicha bitta dona masala bo'yichagina bitta dars belgilash mumkin, shuni o'zini bilib olish uchun, qaysidir mentordan. Ya'ni kelajakda shunday bo'ladi yoki stilist barber bo'lishi mumkin. Qaysidir tanlovga chet elga ketayotganda tajribali barberdan 3 ta dona dars olishi mumkin. Mana shu narsaga aylanadi. Ya'ni bu keng tarmoqli yo'nalishda bo'ladi. 6% ga javob berasiz. Nega 6%? For the love of the game. Ya'ni qiziq bo'lishi uchun nega 6% dega? Chunki hali savdolashishimiz mumkin. O'shanga ham. Biz o'zi 2 million valuation ko'rayotgan edik, lekin bilamiz MRRimiz hozir biz katta MRR baribir va'da qila olmayapmiz. Shu sababdan ham biz hozir MRR bormi? Hozir MRR etapida adashmasam. Hozir yo'q. Hozir g'oya etapida. Hozir bizda ishlayotdi-ku. Hozir bizda platforma bor, lekin biz hali chiqarmadik. Hali biz ishlatishga chiqarmadik. U bizning Englify platformamizning ichida qo'shimcha xizmat bo'lib chiqadi, keyin alohida platforma bo'lib chiqib ketadi. Lekin bizda, demak, backend taraflari tayyorlab qo'yilgan allaqachon. MVP stage. MVP shunday. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir investor ko'proq qiziqish bildiradi aynan bu loyihaga? Bilmadim endi. Menimcha Aloqa Ventures, chunki bizning loyiha asosan edtech, ya'ni ta'lim yo'nalishi bo'lgani uchun Aloqa Ventures deb o'ylayman. Biz ham omad tilab qolamiz bu loyihaga va hozir kuzatishda davom etamiz. Yana bitta savol. Mana aytdingiz boshida bu faqat o'sha short term, ya'ni qisqa muddatga kimdir kerak
kerak bo'lsa, o'shanda siz o'sha o'qituvchilarni taklif qilasiz. Endi o'qituvchilarga qanaqa motivatsiya? Har bitta o'qituvchi o'zingiz aytganingizdek nima xohlaydi? Постоянный klient anaqasi xohlaydi, to'g'rimi? Nima qiladi o'qituvchi o'zini vaqtini masalan berib, faqatgina qisqa muddatli anaqalarga? To'g'ri. Tamil opa juda ham yaxshi savol berdingiz. Men shu joyni o'zim qoldirib ketgan ekanman. Shu savolingiz orqali meni eslatdingiz. Ha, albatta biz chet eldagi boshqa shunday platformalarning biznes modellarini o'rgandik va u yerda shunaqa narsa borki, bundle, ya'ni katta agarda paket sotib olinsa, qanaqadir chegirmalar beriladi va bu o'qituvchini o'zini ham qiziqishida va o'qituvchi aslida birinchi darsni o'zida qolgan darslarni sotadi. Ya'ni bizning har bir o'qituvchimiz bu sotuvchimiz aslida. U o'quvchi bilan o'sha 12 darsga kelishuv qilib oladi va o'sha 1 oylik 12 dars davomida u keyingi oylarni sotadi. Va bu degani biz hozircha mana shunday boshlashimiz mumkin. 2 darslik, 6 darslik qilib, lekin keyinchalik bu doimiy repetitorlikka o'tib ketadi. Ya'ni o'qituvchilar bizda doimiy ishlaydi va ular bitta o'quvchi bilan 6 oylab, 1 yillab ishlashadi. To'g'ri, lekin siz ham dars bergansiz, men ham dars beraman. Ha. Bilasiz, boshda nimadan boshladingiz? Biznes, masalan, biznesmen kimdir telefon qiladi, meni 1 hafta vaqtim bor, 2 hafta vaqtim bor, keyin ketaman deydi. Ketgandan keyin уже bo'ldi. Ingliz tiliga qaytib keladimi, kelmaydimi, qancha men o'qituvchi yaxshi bo'lsa ham, uni ehtiyojlari boshqacha bo'lishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Bitta сделкani o'zi qanaqadir qisqa muddatli narsaga o'xshaydi, short term. Ha, lekin katta miqdorda berilganda bu narsa muammo tug'dirmaydi va aytib o'tganimdek, shu tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, o'sha biz mana Preply platformani ham o'rganganimizda, ha, bir martalik darslar olishadi, lekin to'g'ri motivatsiya tizimi bilan o'quvchilar uzoq muddatli shartnomalar qiladi, kelishuvlar qiladi o'qituvchilar bilan baribir. Etdik muammosi eng kattasi birinchi bozorga kirish kerak, bozorni ko'rish kerak qanaqaligini. Ha, shunday. Real hayotda. Keyinchalik o'sha raqamlar shunga moslanadi. Chunki hozir hamma berganlari ular hammasi hozircha faqat plan. Estimation. Shuning hisobidan biz raqamlarni baland qo'ymaganmiz. Ya'ni ko'rayotganingizdek MRR ni ham unaqa baland qo'ymadik aslida. No, anaqa narxi juda ham baland qo'ydinglar. Uni savdolashamiz deb, lekin endi o'zbekchilik qilamiz deb. Biz valuationimiz 1.6 million katta valuation hisoblanmaydi. Biz shunaqa startaplarni ko'rdik. Nega bu 1.5 million turadi deb so'rovimiz asoschilarning o'zi ham bilishmaydi, lekin ular eng qiziq investitsiya olishgan shunaqa valuationda. Ikkalasi Engel Fame bilamiz. O'z asosiy yo'lda ham litso, o'sha asosiy obraz sifatida reklamalarda hamma joyda o'zsiz va bu loyihaga qanchalik fokus qilmoqchisiz? Shu qiziq var investor sifatida. Hozirda bu loyihaga men o'zim shaxsan o'zim biriktirilganman, ya'ni men o'zim loyihani qilib olganman, Ziyoddan keyin aralashuv bu yerda texnik tomondan. Lekin o'qituvchilarni to'plash, ular bilan ishlash, ularning obученияsi va lead generatsiya bo'yicha o'zim shug'ullanaman va albatta bu yaqin kelajakda faqatgina o'zim shug'ullanaman. Hali ya'ni biz operatsiya direktor tayinlab, keyin CEO qo'yish niyatimiz hozircha yo'q. Buni biz to'liq rivojlantirib oyoqqa qo'yishimiz kerak. Ungacha men o'zim yaxshi 1 yillik plan beryapsiz. Undan keyin nima bo'ladi? Dalshik bosh maqsad nima? Qayergacha bormoqchimiz? Qanaqa kompaniya qurmoqchimiz? Bilasizmi, shunaqa narsa mana bizga ham aytildi. Startaplarda eng jozibador narsa bu chet el bozorlariga chiqish, internet xalqaro chiqish deyildi. To'g'ri, albatta. Lekin men ishonamanki, O'zbekistonning bozori aynan ingliz tilida juda ham katta. Biz haligacha ham qamrab olmadik. Bu yerda ishimiz ko'p. Ko'plab mashaqat chet elga chiqish kerak deyshadi. O'zbekistonni hali juda ham kam foiz olinganda ingliz tili bo'yicha. Olaylik shuni, biz keyin qo'shni davlatlarga bemalol chiqa olamiz. Gigant bo'lib bora olamiz u yoqqa. Ana eshikni tepib kiramiz deydi-yu, o'shanda kira olamiz. O'shaning uchun ham yaqin oylarda biz valuationni sun'iy ko'tarish uchun chet elga chiqish niyatimiz yo'q. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam shu, ochiq gap. Menga o'z loyiha to'g'risi yoqdi, juda qiziqarli. Yana yoqayotgan masala bolalar tajribali, o'sha Englify degan, men Englify bilmas ekanman, uzr so'rayman, lekin tushunishim bo'yicha yaxshi ishlayotgan loyiha. Bu ham misol uchun tajribali borligidan anaqa dalolat beradi. O'ylab turdim, mana fondlar misol uchun investitsiya qilsa, men qo'shilishib, summa katta emas ekan, bemalol pul ajratishga tayyor bo'lamiz. Keyin yana bir savol. Sizlar mana shu 100 ming bilan to'xtamoqchimisizlar keyin? Mana shu yaqin vaqt ichida? Yo'q, biz keyin yana bitta raund ochishimiz mumkin. Loyiha qiziq, umumiy endi g'oya MVP qaraydigan bo'lsak, loyiha qiziq, lekin boshqa tomoni bor. Bizga eng muhimi bu PMF, shu product market fit, bozorga chiqib qanchalik o'sha siz berayotgan yechim bozor qabul qila oladi va necha kishi to'laydi, misol uchun 100 tadan. O'sha narsa bizga eng qizig'i. Fond sifatida bu etapda, ya'ni biz berishimiz juda ham qiyin, chunki DD dan o'tishi qiyin, bahosi juda ham yuqori. Agar o'z kuchingiz bilan qaysidir, hatto hech bo'lmasa shu 3 oymi, 4 oy product market fitni topish
uchun sarflasangiz o'z kuchingizni va o'z nima deydi mablag'laringizni, o'shandan keyin biz joni dili Daler aka, hamma qizig'i shundada. Ya'ni Anglify o'zini isbotlab olgan, katta jamoa, tajribali va biz buni zapus qilyapmiz. Chet elda bu bor narsa, biz yangi narsa o'ylab topib o'tirmadik. Shunchaki, endi qarang, hozirgi valuationda yoki hozir pul tikishingiz mumkin, yoki 3 oydan keyin biz shundoq natija qilamizki, valuation yana oshadi. Sizga bunaqa taklif beraman. Men ko'pchilikka yoqishi mumkin. Anglifyni buni ham birlashtirasiz. Yo'q, unday qila olmaymiz. Anglify kattalashib ketgan, unga sizlar investitsiya qilishingizdan ham hech qanday ma'no yo'q. Yo'q, biz bahoni bu yerdan olmaymiz, umumiy qilib olamiz. Anglifyni ham olamiz, buni ham bahosini umumiy qilib olamiz. Birlashtiramiz. Birlashtirib, bahosini kattaroq qilib olamiz. Biz uchun bu strafovka Anglify bor. Anglify pul olib keladigan bor. Siz investitsiyani bu proyektga kiritsangiz bo'ladi. Men ochib qo'ydim, u yog'i sizdan. Bitta savol, o'tda pulinglar bor bo'lsa, endi o'sha aytmoqchi edim. o'tda pulinglar bor, 100 ming hozir nima qilasizlar bo'lsam? Chunki biz startap mana shu alohida startap qilib rivojlantirmoqchimiz. Bu cash cow sifatida turaversin, lekin biz bu yerda o'sha venture-ning voqeaga kirmoqchimiz. Bizga mana shu love of the game dedi-ku, bizga mana shu narsa qiziq. Bizga hayotda hamma gap pul bilan bog'liq emas-ku, hamma narsa pul bilan bog'liq emas-ku. Endi qarangda, bular o'zlari kelib anaqa pitch qilish experience-ni xohlayotdi-da. Chamadonlarni ko'tarib ketish experience-ni xohlayotdi-da. Bo'lishi mumkin. Yo'q, Pul masalasida to'g'risi hozir bu loyiha unchalik qiziq bo'lmayapti. Ikkalasi Daler aytganda birlashsa shunda qiziq bo'ladi. siz ham ochib qo'ying-da u uchun. Anglify bilan qo'sha olsak, o'shanda biz ko'rib chiqsak bo'ladi. Chunki to'g'ri, hozir sun'iy intellekt bor, boshqa bor, lekin baribir ham siz aytganda hali bu darajaga tushib kelganicha, menimcha loyihani katta qilib olsak kerak. Bilasizmi, men Jondan ham bilgan holda aytishim mumkin, menimcha biz qo'shmasak kerak, qo'sha olmaymiz. Valuation'ni gaplashishimiz mumkin, lekin Anglify qo'sha olmaymiz. Buni aniq hozir aytishim mumkin. Tushunarli. Ta'minlab qo'yamiz sizga. Tanish bilish qilib yuboring. Tanish bilish qilib sizga undan ham yaxshiroq taklif beraman. Qarang, o'zi men investor sifatida doim endi risk boshqarish bu bizani birinchi navbatdagi maqsadimiz. Pulni ko'paytirishdan avval pulni yo'qotmaslik maqsad. To'g'rimi? O'shanga startaplar bilan gaplashganda birinchi bo'lib o'shanga so'radim, MRR уже bormi yoki yo'qmi? Odatda investitsiya qilinadigan bo'lsa, men tarafdan men birinchi anaqani ko'rishim kerak. Tractionni ko'rishim kerak. Endi ingliz tilini o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Ingliz tilidan ketidan nimaga erishgan bo'lsam, o'sha ingliz tilini ketidan o'shanga sizni boyagi gapingizga qo'shilaman, bozor bor. Mani taklifim qanaqa? For the love of the game, since you're not putting your skin in the game hozir. Okay. Men sizga sweat equity qilib, o'sha moliyaviy tarafdan advisor bo'lishim mumkin. Shu tarafdan taklif qila olaman, lekin investitsiyadan hali voqli. Balki keyingi safar ko'rsak bo'ladi. O'zi bu bosqichda biz kelganimiz sababi ham, shunday muddatlar shunday to'g'ri kelib qoldi. Birinchidan va ikkinchidan bu narsa valuation'ni pasaytirishga ham sabab. Ya'ni past valuation bilan kelmoqdamiz. MRR albatta bo'ladi. Biz 3 oydan keyin yana balki gaplashishimiz mumkin, lekin u yerda boshqa sonlar bo'ladi. Albatta balki. Tushunaman. Shunday. Muammosiz. Azamjon, men bunaqa qilsa bo'ladi, men oshavanda, lekin bizda komanda bor, yaxshi bolalar, juda aqlli. Ular bilan o'tirib faqat gaplashasiz. Chunki men o'ylayman, xo'p 50 mingdan sizlar oyda rebitam net profit 20 ming qolsin deylik, misol uchun, deb bilancha. 20 degani bu 1 yilda 240 ming dollar degani, misol uchun. Bu degani xosisdan mayli 1.6 1.5 to'xtasak, это, грубо говоря, больше, чем 7 годовых прибылей. To'g'ri. Hali yo'q narsaga-da. No, xapomiz, hali yo'q narsaga. Shunga mayli bizni qo'llab-quvvatlashga xursand bo'lamiz, ishlashga xursand bo'lamiz, lekin o'tirib kelisha olsak. Albatta. Rahmat Tamila opa. Rahmat. Xo'p. Omad. Rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat sizga. Daler aka, rahmat sizga. Anvar aka, rahmat sizga. Chiroyli prezentatsiya uchun rahmat. Thank you. Rahmat. Azam, biz sizni tabriklaymiz. Maqsadga erishdingiz desak ham bo'ladi. Lekin tan olish kerak, savollar bilan sizni investorlar juda qiynashdi. Ha, shunaqa. Men bundan faqatgina xursandman, chunki o'sha savollarning o'zi ham va ularga javob berish jarayonida men o'zim ham qandaydir xulosalarga keldim. Oldin ko'rmagan zonalarni ko'rgan bo'lishim mumkin. Shuning uchun men faqatgina foydadaman. Demak, bundan keyin endi mana investitsiya kiritishda maqsad qanday?
bu pulni birinchi navbatda nimaga investitsiya qilasiz va nimaga ishlatasiz? Balki dam olib kelarsiz. Mana hozir yoz fasli, to'g'rimi? Shunday. Yoki yangi mashina olarsiz. Yaxshi. Yo'q, unday bo'lmaydi. Mana Anvar aka va Dalil aka bilan biz hozir investitsiya kelishuviga erishdik, lekin nyuanslari bilan, ya'ni detallari bor. Biz oxirgi kelishuvga kelishimiz kerak, chunki Dalil aka Englify'ni qo'shib olaylik deyaptilar. Ha, juda ko'p eshitdik. Ha, shunday. Yo'q, Englify'ni qo'sha olmayman dedim, lekin maylidir, savdolashar ekanmiz o'tirib. Anvar aka bo'lsa, aytdilar, ha, bir maxsus guruh baribir bizni raqamlarni yana bir bor chig'iriqdan o'tkazadi. Shundan keyin tushunishim bo'yicha 50 mingdan investitsiya bo'ldi. Nima bo'lganda ham omad tilaymiz, bilamiz, siz bekorga hech qanday yangi loyihalar qilmaysiz. Qandaydir maqsad yotibdiki, yaxshi maqsad yotibdiki, siz biron bir ishni boshlaysiz. Omad tilaymiz. Rahmat sizga ham. Assalomu alaykum, men ismim Shahzod, Blogix platformasining asoschisiman. Platforma ijtimoiy tarmoqlarda reklamani avtomatik tarzda joylashtirish uchun mo'ljallangan platforma. Yoshligimdan o'zi biznes sohasiga, tadbirkorlikka qiziqishlarim bor edi. Qo'shimcha shunga matematika, fizika fanlariga qiziqishlarim bilan bog'lanib, programmirование, ya'ni dasturlash sohasiga kirib ketganman. Undan keyin sekin-sekin bola bilan komanda yig'ib, hozirgi paytda reklama bozoridagi muammoga duch kelgan bo'lib, Blogix platformasini yaratishga qaror qildik va hozirgi kungacha shuni ustida ishlab yuramiz komandamiz bilan birga. Blogix bu ijtimoiy tarmoqlardagi reklamasini avtomatik tarzda joylashtirib beradi. Komanda boshidan 4 ta bola bo'lganmiz. Bu hammamiz dasturchi bo'lganmiz va hozirgi kunda endi shu proyekt ustida ishlashga qaror kelib birgalikda ishlayapmiz. Ishonchsiz qolib ketgan kunlarim ham bo'lgan. Bu startapni tashab, mayli komandam bor, boshqa proyektlar ham qilsam bo'ladi. Bu proyekt o'xshamay qolsa, xatolik hammada bo'lib turadi. Shunaqa fikrlarga kelganman. Founderdan ko'proq ishonadigan, o'zini startapiga ishonadigan odam startapda bo'lmaydi. Menimcha investorlarning orasida ham har bittasi reklama bozorini ichidan ko'rgan uchun biz yechim berayotgan muammolarni ko'rgan va o'ylaymizki, investorlar bizga investitsiya ajratishadi. Assalomu alaykum hurmatli investorlar. Ismim Shahzod, Blogix platformasining asoschisiman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlardagi reklama bozori bu tizim emas, bu xaos. Buyurtmachi real narxlarni bilmaydi, statistikaga informatsiyasi yo'q va to'lovlardan xavotirda va hisobotlari bittasi shartnoma orqali bo'ladi, bittasi naqd bo'ladi, bittasi to'lovlar kartaga bo'ladi va hech qanday garantiya yo'q. Blogerlar va adminlar tarafidan to'lovni rasman olish uchun qulayliklar shu darajadagi yaratilmagan va naqd ishlaydi, to'lovlarni kartaga oladi. Raqobatda nafaqat narxda yoki sifatda soxta kanallar bilan raqobat qilishga to'g'ri keladi. Biz hozirgi kunda Blogix platformasini yaratdik. Blogix orqali ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni Telegram, Instagram, YouTube kanallarida bir necha daqiqaning ichida reklamani joylashtirish uchun ishonchli platforma. Shahram, jamoangiz taklif qilayotgan platformaga o'xshash platformalar bor hozir bozorda. Buni tan olish kerak va bizni ko'rsatuvda ham aynan shunday loyihalar, shunday startaplar ishtirok etgan. Aynan sizning platformangizning ustun jihatlarini aytib o'tsangiz. Ustun jihatlarni bizlarning platforma o'ziga Telegram planshetkasi, YouTube, Instagram planshetkani bir vaqt ichiga olingan. Plus tomoni bizning platformaga blogerlar ofitsialni ishlashi mumkin. Ishlash tizimi juda oddiy. Buyurtmachi aqlli tanlov orqali kanallarni tanlaydi, o'zini biznesga mos kanallarni tanlab chiqadi, kreativni yuklaydi va oxirida platformani o'zi avtomatik tarzda skrinshotlari, prosmotrlari, natijasini, to'lovlarni va hujjatlarni yopib beradi. Blogerlar va adminlar uchun kanalni qo'shish oddiy etaplari bor. Eng muhimi 1 minut ichida onlayn tarzda o'z-o'zini band qilib, rasman to'lovlarni to'g'ridan-to'g'ri kartaga olishsa bo'ladi. Biznes modelimiz juda oddiy. 5+5, 10% komissiya. Buyurtmachidan 5%, bloger va admin kanallaridan 5%.
Hozirgi kunda bozor har yili 15-20% ga o'smoqda. Bu yilida уже 110 million dollarga keldi va keyingi yil 150 million dollarga yetib boradi. Bizning raqamlarimiz hozirgi kunda biz 4 oy davomida startni boshladik. 8,5 mingdan oshiq MRRga chiqdik, oylik MRRga chiqdik va aylanmamiz hozirgi oyda mayda уже 87 mingga chiqdi. Va prognoz bo'yicha yillik kontraktlar asosida keyingi oylar оборотimizni ko'rsatib bera olamiz. Biz bilan eng qiziq joyi yirik kompaniyalar ishlaydi, yillik kontraktlarimiz bor. Hozirgi kunda Agrobank bilan yillik kontrakt tuzilgan. Bundan tashqari kichik va o'rta bizneslar orasida juda ko'p zapusk bo'ldi shu 4 oy davomida. Endi qarang, hozir bizni blogerlar tomosha qilyapti, to'g'rimi? Ularga ham balki qandaydir taklifingiz bordir. Chunki kimdir tushunadi buni, kimdir yo'q. Keling, ular tilida ham bir tushuntirib bersangiz, qanday qilib ishlasak bo'larkan bu loyihada deb savol bersa, nima deb javob bergan bo'lardingiz? Oson tushunishligi uchun. Chrome orqali, или любой brauzer orqali, telefonmi, kompyutermi uydan chiqmagan holda siz bloger bo'lsangiz agar registratsiyadan o'tib hech qanaqa zvanki, SMS, qo'ng'iroqlar yo'q, kodlar yo'q, hech kim sizni bezovta qilmaydi. Keyin klik kartaga pul tushdimi, yo'qmi, uni kontrol qilmaysiz. Hammasini BlogX orqali nima qilasiz? Soat, vaqt, hamma narsasi kiritilgan bo'ladi. Tayyor sizga kreativ bilan tayyor qo'yilayotgan postingiz keladi. Bizning maqsadimiz 5 million dollar yillik aylanmaga chiqish bu yil oxirigacha. Maqsadimizning ichida retail va FMCG kompaniyalarni jalb qilish va hozirgi kunda bizda переговор ketmoqda. Bundan tashqari fintech va banklar orasidan klientlarni egallash va yillik kontraktlar tuzish. Bu degani hozir bizda birinchi yillik kontraktimiz tuzildi Agrobank bilan. Bundan tashqari yana qo'shimcha banklar bilan shartnoma tuzilish jarayonida ketamiz. Xudo xolisa o'xshab qolsa 5 million aylanmaga yil oxirigacha chiqish planimizda bor. Eng muhim tarafi hozirgi kunda kichik va o'rta biznes reklama bozori bo'sh. Bu degani bizga o'rta va kichik biznes bozoridagi raqobatchimiz deyarli yo'q desam bo'ladi, chunki agentliklar katta kontrakt bo'yicha ishlaydi. Va kichik o'rta bizneslarga hozircha egalik yo'q. Bizning platformamiz orqali kichik va o'rta bizneslar bepulga kirib o'ziga mos kanallarni topadi, narxlari ochiq, to'lovlari biz orqali bo'ladi. To есть hech qanaqa hisobotlar, shartnomalar, muammolari yo'q. Bundan tashqari platformamiz orqali sun'iy intellekt orqali даже hattoki postlarni ham o'zimiz yozib beradi. Platforma avtomatik tarzda o'zi yozib beradi. Hozir mana bizda mikro bloger, makro bloger degan tushunchalar bor, lekin hammani maqsadi bitta. Ya'ni o'sha u yoki bu platformada mashhur bo'lish va bu orqali daromad topish. Aytingchi, mana obunachisi nechtadan nechtagacha bo'lish kerak? Shunday bir chegaralar, taqiqlar bormi? Unaqa hech qanaqa chegara yo'q. Biza уже mana shu xudo xolasa iyun oyida yangi направление ochamiz, mikro blogerlarni ham qo'shamiz. Bizning seed roundimiz ochilyapti. 200 ming dollar so'ramoqmiz, pre-ocenk 2 million dollar. Investitsiya mahsulotni kuchaytirish uchun, marketing kengaytirish uchun va jamoani kuchaytirish uchun kerak. Bizning jamoamiz, men Abdurahimov Shahzod, founder va CEO, texnik tajribam bor, 5 yildan ortiq. Abror Ismailov, founder va marketing. Bundan tashqari Damir Karimov, CTO va advisor sifatida Akbar Arzumetov, marketing taraflama advisor va Asqar aka Ismailov, IT tadbirkor, Venkon, Didox, iHamkor va yirik kompaniyalarning asoschisi. Va bu eski bozorga yangi nafas bo'lib kirib kelmoqchimiz. Rahmat. Raqobatchilar bo'yicha gapirsangiz va shuni o'rganganmisiz, bozorda qaysi raqobatchilarimiz bor? To'g'ridan-to'g'ri raqobatchi ham bor adashmasam? Raqobatchimiz bor. Hozir bu taqdimot loyihasiga ham chiqqan raqobatchimiz bor, Bitwin degan platforma. Lekin bizning yo'nalishimiz sal boshqa taraflama ketadi. Ular kelib sizlarni sota olamiz demaganmi? Yo'q, hozircha ular kelib sizlarni sotib olamiz demagan, chunki bizning planimizda o'zi O'zbekistondan keyin соседний davlatlarga chiqish planlashtiryapmiz. Menее развитый stranalarga boramiz bu platforma bilan. Hozir buyurtmani qanaqa qilib qabul qilyapsizlar? Offlaynmi? Yo'q, offlayn emas. Platformamiz ishlaydi. Buyurtmani siz buyurtmachi bo'lib kirib, bizda Yemzo va Didox bilan уже integratsiya qilingan, перечисление bilan ishlayman desangiz перечисление qilasiz yoki paymiklik orqali пополнение balansi qilib, avtomatik tarzda o'zingiz kanallarni tarab chiqarib olsangiz bo'ladi. To есть bizning auditoriyasi hammasi bor, statistikasi bor. Eng muhimi bizda Telegram, Instagram, YouTube bilan API integratsiya qilingan. Bizning statistikamiz dinamik statistika.
va narxlarni ham ko'rasiz. Bizni farqimiz platforma orqali to'g'ridan to'g'ri narx. Admin va blogerlar kirib o'zini narxini qo'yadi. Bizda hech qanaqa yashirinch komissiyalar ustida yo'q. Siz muammoga duch keldingizmi yo'q bilmadim. O'zbekistondagi ko'p korporatsiyalar, davlat ulushi bor korporatsiyalar va ular agar qanaqadir xaridni amalga oshirmoqchi bo'lsa, davlat xaridiga to'g'ri kelib qoladi. Shunda bu sizni holatingizda duch keldingizmi, shu muammoga yechim bo'ldimi yo'qmi? Shu qiziq. Tenderlar nazarda tutyapman-da. Tender nazarda tutgan bo'lsangiz, hozirgi kunda как раз Agrobank bilan tuzilgan shartnoma bu tender asosida tuzilgan. Bu еще раз isbotlaydi, что bizni platformamiz bu rynokda raqobatchi bo'la oladi va yaqin orada shu raqobatchilikni kuchaytirishni ustida ishlamoqchimiz. Endi qarang, ko'proq barterga ishlashadimi platformangizda yoki to'lov orqali? To'lov orqali. Bizdagi все официально. Demak, hammasi официально. Agar как физлицо kirmoqchi bo'lsa, payme click bor. Agar как юрлицо bo'lsa, integratsiya etganimda Tidox bilan, Yemzo bilan bor. Перечисление через банковский средства qilsangiz bo'ladi. Tushunarli, juda zo'r imkoniyat. Yana bitta savol. Sizlar keyinchalik katta bo'layotganingizda qanaqa qilib sizlar investorga dividend to'lamoqchimisizlar yoki o'zingizlar oylik olasizlarmi? Qanaqa qilib, masalan, ham дальнейший perspektivamizda daromadga chiqib уже investor bilan u tarafini gaplashib olsak bo'ladi yoki dividend sifatida o'sib ulushni yopiq investitsiya qilib ko'paytirish yoki в конце в итоге sotib yuborish, exit qildirish. Katta o'sib. Chunki hozir bizning maqsadimiz $5 million yillik aylanma, bozor $150 million bo'ladi keyingi yil. Bu kichkina qism. Bu qismga yetib kelish uchun bizda уже rejamiz bor. Bizga o'xshagan platforma to'g'ridan to'g'ri narxi beradigan, hech qanaqa yashirinch komissiyasiz yoki to'lovlarsiz ishlaydigan platforma hozir yo'q O'zbekistonda. Sizlar 5% undan 5% bundan olasizlar. Da, siz buyurtmachi bo'lib 5% komissiya platformaga kirib, sразу 5% komissiyasini ko'rsangiz bo'ladi. Даже mana bu yerda QR kod bor, masalan, sразу hozir kirib bu ochiq informatsiya bizning platformamiz. 5% bo'lsa 5 milliondan 5% 250 ming pul topmoqchisizlar. Plus bu yoqdan 5%. Yillik aylanmani siz 10% 500 ming. Yillik aylanmani 87.500 deb belgiladingiz. Yillik aylanma emas, oylik aylanma, to'g'rimi? Mana hozir bu yoqda GNV bor, mana bu yoqda nima qilishyapti? Sof daromad 8. Shu narsani siz 5 millionga ko'tarmoqchisiz, to'g'rimi? Da, shu 5 million u yillikmi yoki oylikmi? U yillik bo'ladi. 5 million u yillik bo'ladi. Oyiga demak 400 ming. 5 barobar o'smoqchisiz. Da. 200 ming sarflab. Da, shunga ishonamiz. Nimaga sarflamoqchisiz o'sha 200 mingni? Marketing, jamoa. Endi nimaga marketing? Marketing rasxodlarimiz bizga kichik va o'rta biznes uchun kerak. Ularni o'rgatish uchun kerak. Shu sistema orqali ishlash uchun. Unga komanda kerak, shuni komandani ko'paytirishimiz kerak. Biz kichik va o'rta bizneslar mijozlarini o'rgatib, ularni LTVsini ko'paytirishga, ko'proq qilishga harakat qilishimiz kerak. Buning uchun bizga jamoa kerak. Shu o'rta va kichik bizneslarga to'g'ri kontent qilib, marketing qilib, tushuntirib, shunaqa platforma bor, shu orqali bir kunning ichida natijaga yetsa bo'ladi. Bu degani o'rta va kichik bizneslar bugun ko'rib 5 minut ichida reklamasini chiqarib, bugunni o'zida natijani ko'rsa bo'ladi. Klientlarni ko'rsa bo'ladi, zaявkalarni ko'rsa bo'ladi. Biz shuni уже qilib ko'rdik. Platforma orqali kichik va o'rta bizneslar kirgan va shu natijaga erishgan. Va hozirda повторный zakazlar ko'p. Sizlar hozir esa yaxshi o'syapsizlar. Уже mana iyunda $10 ming, iyulda undan ham balandroq kelayotgan pulingiz. Nima qilasiz hozir pul jalb qilib, o'zingizlar shuni sekin bo'lsa ham, sekinroq bo'lsa ham qilsanglar bo'ladi-da. Nimaga hozir kelyapsizlar bozorga? Nimaga bizga investitsiya kerak? Chunki biz nafaqat o'sish uchun, skoriye bozorni tezroq birinchi egallash uchun tezroq kirishimiz kerak. Pul berishdan oldin lekin atsenkani baribir bu atsenkada kirish to'g'ri emas, baribir. Juda baland atsenka o'zingiz bilasiz. Agar startap sohasiga kirib kelgan bo'lsangiz, ko'rib yurgan bo'lsangiz, 2 million atsenka baland. O'zi agar pul beriladigan bo'lsa, fair value 1 milliongacha normal. 1 million atrofida mayli sizni tez o'sayotganligingizda o'sha hisob ko'rsak 1 million atrofida menimcha atsenka qilish ham o'zi nimada. Boshqa narsalarni ham qo'shsangiz, one stop shop bo'lsangiz zo'r bo'ladi. Lekin qimmat.
Narx qimmat. Atsenka. Bu это Atsenka можно qimmat, да. торговаться. Это qanaqa atsenkada masalan? Taklif qiling deyapti. Potensialga qaraganda bizni maqsadimiz unaqa yuqori emas. Hozir 5 million dollarga aylanmaga chiqishda bizda уже даже ro'yxati bor kompaniyalarni va встречalar qilingan. Ularni jalb qilmoqchimiz. Bundan tashqari planimizda aynan kichik va o'rta biznesni kuchaytirish. Bahoni qayta ko'rishga rozimisiz yo'qmi? Bahoni ko'rib chiqishga savdolashsak bo'ladi. Bu anaqa 1 million deb men hisoblayman. Qancha berasiz shunda? qancha investitsiyaga? Ko'ramiz uni anaqa birgalashib hal qilaylik hammamiz. Shu muhim tarafida, chunki hozir biz bu narx qayerdan kelib chiqdi? Aynan bizni hozirgi rasxodlarimizni va rejalarimizga to'g'ri keladigan narx. 1 million narxda bo'lsa, gaplashsak bo'ladi. Qanaqa summada misol uchun? Qanchagacha yoki? Masalan, bilmadim, 25 ming dollar deydik. Kam, no, menimcha mendan yetadi. 25 mingga 1 million taklif qilyapti. Men atsenkani bilmayman, gaplashamiz, lekin menga proyekt juda qiziq. No, men o'ylayotganim, sizlar mana misol daromad yili 500 ming, daromaddan o'ta xarajatlar ketadi. Oxirida foydangiz qancha bo'lishini aytmadingiz. Misol uchun hozirgi vaziyatda-da hali foyda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunga u 10 годовых выручек endi misol uchun boshlayotgan, ishlayotgan anaqa nima deydi, tashkilot uchun menimcha qimmatroq. Menimcha. Shunaqa bo'lyapti, 10 годовых выручек. Hali выручка ham hali yo'q. Olib qarasada chiqsanglar kerak. Shunga atsenka qilib, mayli, realniy atsenkada gaplashamiz desanglar, biz pul ajratishga tayyormiz. Bo'ldi, tushundim. Demak, birinchi ikkita chamadon ochildi. Hozir davomini yana ko'ramiz. Boshqa investorlar qanday fikr bildirishadi? Menimcha bu loyiha aynan prodyuserlarning ishini kamaytiradi, to'g'rimi? Shunaqa. Prodyuserlarni bu to'g'ridan-to'g'ri reklama beruvchi bilan bloggerni ulab qo'yadigan platforma. Platforma orqali ham blogger daromad topadi, shaffof daromad glавныйsi. Ham reklamadatel, reklama beruvchi shaffof reklama beradi, ochiq oydin. Demak, hozir bizni prodyuserlar, aynan blogerlar prodyuserlari bizni tomosha qilayotgan bo'lsa, ularga nima degan bo'lardingiz? Ularni kasbi ham yo'q bo'lib ketyaptimi hozir? Yo'q, ularni kasbi emas, bizani platformani как instrument qilib ishlatsa bo'ladi. Как instrument qilib kirib ishlatishsa bo'lishadi. Birinchidan vaqtdan yutishadi, ikkinchidan hisob-kitobdan hamma narsadan qutulishadi. Tushunarli. Daler bilan gaplashdik. Haqiqatan bozor va startap aktual. Bu uchishi ham mumkin. Sizda faqat sal olovni ko'rmayapmiz-da. Nimaga yonmayapsiz? Siz startap qilyapsiz yoki bildik, asosiy tilingiz bor rusulda gaplashasiz shekilli, shunga salmay, lekin baribir yonishingiz kerak-da. Siz yonmasangiz agar nima deydi? Yo'q, bu boshqa emas. Ishtiyoq nimaga unday mador bo'ldimi? Ko'z yonishi kerak. O'zingiz produktingiz o'shaning uchun. Nimaga men sizdan ulushni so'radim? O'z ulushingiz bormi bu proyektda yoki g'oyat startapda yoki yo'qmi deb. Shu yonmayapsiz-da, o'sha narsa yetishmayapti. Chunki bu narsa ham juda ham muhim bizga. Biz startapni ko'rib chiqqanimizda nafaqat o'sha g'oyani, nafaqat o'sha raqamlarni, balki o'sha founderni o'zini ishtiyoqi qanaqadir yonishi kerak-da. Bu Eng muhim narsa bu. Muhim narsa-da. Qaror qiladigan odam, bu startap bo'yicha qaror qiladigan odam menman. Boshqa ishlaringiz yo'qmi? Side worklar bilan boshqa ishlar bilan shug'ullanmaysiz? Boshqa ishlar bilan shug'ullanasizmi? 100% shuni ustida ishlayapmiz. Olov juda bor. Lekin baribir men tadbirkorman. Men IT specialistman. Men showman emasman. Shunga protsifri raqamlar haqida siz bilan ochiqchasi gaplashaman. Masala yo'q. Shunaqa har xil odamlar bor, lekin startapda eng muhim faktorlardan bittasi sotish kerak. Hammaga sotish kerak, investorga sotish kerak, mijozga sotish kerak, hammaga sotish kerak. Ham bir boshqacha sotuvchilik qobiliyati zo'r bo'lsa, siz investitsiyani jalb qilasiz. Produktingizni ham sota olasiz, hammasini qila olasiz. To'g'risi bu aloqa ventures uchun bunaqa loyihaga men 500 ming dollar ham bergan bo'lardim aslida. Shu uchun ko'rib chiqsak bo'ladi, faqat hozir men fikr keldi, o'sha hammaga muvofiq bo'lish uchun 1 million atsenkada 100 ming ko'tarsangizda hozirgi holatda va ikkinchisi ham to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilamiz. 2 million atsenkaga o'sha 15 ming yoki 18 ming MRRga chiqqanlaringizda 2 million atsenkada qolgan 100 mingni beramiz. Ya'ni sizda investitsiya izlab yurmaysizda, tayyor offer bo'ladi. Ya'ni siz KPIlarni bajaryapsiz, 1 million hozir 1 millionga 100 ming olyapsiz. Yana misol uchun 2-3 oydan keyin balki sizniki tez o'sardi, o'sha boyagi 20 ming MRRga bo'lib qolasiz, yana olasizda, yana o'saverasizda, keyingisi misol 5 millionda o'sha katta raund ochsangiz bo'ladi. Mana shunaqa taklif bilan misol uchun Aloqa Ventures hozirgi endi 100 ming
ming bo'lsa 50 mingni hozir ko'ra olamiz, lekin dalchi agar sizni shijoatingizdan, loyihadan kelib chiqib 500 minggacha biz oshirishimiz mumkin. Keyingi etapda. Rahmat. Bularni yo'nalishida eng ko'pi sotuvga kelib bog'lanadi. Nimani vibe coachingda ham shunday ham qilsa bo'ladi, o'sha startapni o'zini, platformani ham qilsa bo'ladi. Lekin hamma gap jalb qilishda klientlarni. Shunga endi mana hamkasblarimiz, boshqa investorlar ochib qo'ygan, biz bu safar yo'q deb turamiz. Malades. Rahmat. Nima deb o'ylaysiz? Loyihani aynan qaysi jihatlarni investorlarga ochib bera olmadilar? Investorlari birinchidan hayajon bo'lgani uchun shuning uchun ko'p jihatlarni ochib to'liq ma'lumot bera olmadi. Naprimер, soliq tomonidan ma'lumot berisha olmadi. Qancha vaqt ishlab kelishimiz, keyin отчетlarimiz haqida shaffof va samarali platformani ichida отчетlarimiz bor. Shuni ham ochib bera olmadi degan. Lekin shunga qaramasdan investorlar birga ishlashga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Tabriklaymiz. Rahmat kattakon. Avvalambor sizni tabriklaymiz. 3 ta chemadan ochildi, lekin IT Park negadir loyihangizga ishonch bildirmadi. Sabab nima deb o'ylaysiz? IT Park nimagadir menga ishonch oxirigacha ishona olmadi va men ularga menimcha sota olmadim. O'zimni birinchi очередda o'zimni va proyektni. Sherigingiz aytdilarki, siz aynan kerakli jihatlarni to'liq yetkazib bera olmadingiz. Ya'ni soliqlar haqida ko'proq ma'lumot bermadingiz. Umuman loyihaning ustun jihatlari haqida kamroq ma'lumot beribsiz. Qo'shilasizmi shu fikrga? Qo'shilaman, chunki bu birinchi ko'rsatuv. Men uchun birinchi opit, ozgincha minuslari bor, lekin baribir natijaga erishdik va shundan xursandman. Omad tilaymiz. Rahmat kattakon, rahmat. Aloqa Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa Bank g'oyalarga hayot beramiz.